Demak, men albatta bu yerda aksariyat talabalar bo'lganligi uchun mana shu ko'p vaqt oralig'ida olingan eng muhim natijalarni qisqa sharhlab o'tishga harakat qilaman. Eng birinchi olgan natijamiz bu 4 yilda va 40 yilda piyon uglerod to'qnashuvlarida protonlarni ko'planishini ko'rsak, protonlar chegarasida bir xil chiqib qoldi. 4 yilda 40 yilda protonlarning o'rtacha soni. Buni nima degani? Boshda chuqur o'ylanmasdan aytilgan ekanki, bu o'sha uchuvchi zarrachani yadroda to'qnashuvlar o'rtacha sonining energiyaga bog'lanmay qolishi deb aytildi. Bu to'g'ri bo'lardi agarda proton hosil bo'lishining mexanizmi bitta shu urib chiqarishdan iborat bo'lsa. Vaholanki keyinchalik ma'lum bo'ldi, protonlar hosil bo'lishda yadroning bog'lanishi qissasi ham bor. Undan keyin termiy emilish bor ekan, kamida 3 ta mexanizm bor ekan. Buni ko'rish uchun protonlar 3 yo'li to'qnashuvda protonlarning struktura funksiyasini tahlil qilayotganda 3 ta Gauss funksiyasi yig'indisi bilan qilindi. 3 ta Gauss. Endi savol bo'lishi mumkin. Nega Gauss? Agar nazar ehtimollar nazariyasida markaziy chegaraviy teorema degan narsa borda. Bu markaziy chegaraviy teorema bo'yicha agar siz o'rganayotgan hodisa bir qancha hodisalar majmuasidan iborat bo'lib, bu hodisalar o'zaro kuchsiz bog'langan bo'lsa yoki bog'lanmagan bo'lsa, sinovlarni sonini ko'paytirib borsangiz, har qaysi hodisa umumiy hodisaga normal taqsimot qo'yish, ya'ni Gauss ko'rinishida beriladi. Biz ko'rdikki, demak o'sha protonlar kamida 3 ta mexanizm bor ekan. Shuni boshda belgilasak uchun mana bu protonlarni eng qiziq masala shundaki, protonlarning impulslarini o'lchamasdan turib, ko'plamchilik taqsimotidan ularning mexanizmlarini hissalarini hisoblash kerak. Belgilasak uchun ma'lum. Bu kishi tez protonlarni oldi, shu tez protonlarning hammasi urib chiqarish natijasida hosil bo'lgan deb tahlil qildilar. Endi uncha yaxshi darajaga erishilmagan. Endi haliga o'zgarmalar endi dokladga qaytadigan bo'lsam, eng asosiy masala u sonlarning bir xil holishi. Bu haligi chegaraviy parchalanish gipotezasini bajarilishi edi. Chegaraviy orqaga qaytadi. Manzilmi? Qaysi buni? Qaysi? Mana chegaraviy parchalanish qoidasi agarda biz birorta taqsimotni o'rganadigan bo'lsak, yadro sohasi, ya'ni nishon sohasi yoki snaryad sohasida energiyaning ma'lum bir qiymatdan boshlab o'sha kattalik energiyaga bog'lanmay qoladi. Bu degani nima degani? Yadroga ma'lum bir miqdorda energiya qamrash mumkin. Hamma vaqt qamrayolmaydi. Ma'lum bir energiya oshib bo'lsa, yadroda bo'ladigan hamma jarayonda bo'lib o'tadi. Tug'ilishi ham, parchalanishi ham, bug'lanishi hammasi bo'lib o'tadi. Ma'lum bir energiya oshib bo'lsa, endi yadro qabul qilmaydi. Boshqa zarrachalar hosil bo'lish endi markaziy sohada hosil bo'ladi. Demak, nishon bilan snaryad oralig'ida markaziy soha bo'lib bog'lanadi. Endi mana shuni bu protonlarning bog'lanmay qolgan mana shuni bajarishi, keyingi mana bu ham aynan o'shanisi, bu yerda protonlar bo'lsa, bu yerda biz pi minus mezonlar, pi plus mezonlarni ko'rdik. 4 va 40 yilda, undan tashqari Ruz modelida. Bu orqaga mana shu yerdan qaraysiz, mana yadrodan chiqqan piyonlar 4 yil, 40 yil bir xil bo'lib turibdi. Demak, bu ham o'sha выполнение гипотезы предельных параметров. Yani chegaraviy parchalanish hipotezini bajarishga bu ikkinchi navbat. Endi birinchi marotaba demak g'alaba aytdim, 3 ta Gauss funksiyasi bilan protonlarni individual struktura funksiyasini tadqiq etgandan keyin biz o'yladikki, nihoyatda kelinglar shu protonlarning to'plamchiligini qanday qilib tavsiflasak, o'sha mexanizmlar urishlarini olamiz. Bu uchun biz ham predpoложение birinchi. Demak, protonlar asosiy mexanizm 3 ta: bug'lanish, termiy emilish va ketma-ket urib chiqarish. 3 ta. Birinchi predpoложение, ikkinchi bu mexanizmlar bir-biriga bog'langan. Endi uchinchi shu mexanizmlarni amalga oshirish uchun qanaqa funksiyalarni tanlash kerak. Chunki bular tasodifan bo'ladigan hodisalar. Protonlar soni albatta diskret o'zgaradi.
Masalan, neon bilan birinchi 10 gacha bo'lishi mumkin. Haligi hisobotni 8 gacha, sonni nollar yoki taqsimotida bo'lishi mumkin. Bu yerda nimani qo'llash kerak? Nima o'ylasangiz, haligi o'zaro bog'liqsiz o'zgaradigan kattaliklarda diskretlarda Poisson ishlaydi. Poisson taqsimoti. Lekin Poisson taqsimoti ishlash uchun kattaliklar soni shunchalik ko'p bo'lishi kerakki, ularning ichida birorta bir hodisa yo'qki, ehtimolligi 0,1 dan katta bo'lsin. Unda ishlamaydi. Shuning uchun biz binomial taqsimotni oldik. Binomial taqsimotni olib, uchta mexanizm bir-biriga bog'liq emasini oldik, keyin shu modelni yaratdik. Mana shu yaratgan modelimiz bilan mana qarang. Mana bu yerda piyon uglerod o'zaro to'qnashuvida, yo'lda protonlarning to'plamchiligi bo'yicha bog'lanishi mana nuqtalar. Bu egri chiziq bizda fenomenik modelni tavsifi. Xuddi shu narsa mana proton bilan to'qnashuv deydi. Keyin shunisi qiziq bo'ldiki, mana shuni biz tavsiflagandan keyin olgan har bir mana bug'lanish, bu fermalar bor, bu urib chiqarish mexanika qaraydi-da. Qarasak mana kislorod proton bilan proton ionda bir xil chiqdi, predeli qarshilik. Ulishlar. Piyon uglerodda farq chiqdi. Bu yerdan xulosa qilib, birinchidan bu yerda 325 ga ma'lum, bu yerda 300 ga. Shunaqa xulosa bo'ldiki, demak protonlar hosil bo'lishi asosiy mexanizm bilan ulishlari birinchidan nimaga? Yengil yadro soniga bog'liq, kislorodning yoni bor. Undan keyin birinchi energiyaga bog'liq. 3 ga, 300 ga bor. Lekin uchib keladigan zarracha turiga bog'liq. Mana piyon bo'lsa boshqacha, proton bo'lsa boshqacha. Bunga ham sabab shuki, piyon bilan nukleon o'zaro to'qnashuv kesimi proton bilan nukleoncha anchagina kichik. Shuning uchun shu yerdan farq paydo bo'ladi. Demak, yana bir qiziq narsa shundaki, haligi kumulyativ proton degan tushunchalar bor edi. Kumulyativ proton degani shunaqa protonki, yadroga o'zaro ta'sirida orqaga uchadi va uning impulsi fer impulsidan bir qancha katta bo'ladi. Endi shu yerda o'ylay boshladi. Qanday yadrodan orqaga uchuvchi protonning impulsi katta bo'lishi mumkin? Agar Fermi impulsini bilasiz, 200 gram atrofida bo'lsa, u yadro tinch holatida izotropik bo'ladi. Lekin orqaga uchyapti, 300, 500, 700 gacha uchyapti-da. Shuni birinchi bo'lib Valin borda, Aleksandr Mixaylovich Valin aytdiki, bu yerda uchib keladigan zarrachalarga plutonlar bilan ta'sir. Pluton degani nima? Pluton degani tasodifan yadroda nukleonlar zichligi o'zgarib fluktuatsiya tufayli. Ikki atom nukleon bir-biriga yaqinlashib qolsa, bunday qaraganda ularni kvarklari umumlashib ketadi-da, xuddi o'rishga katta sabakali o'zlayot svoyo xozayni deganda bo'ladi-da. Shunaqa qattiq distsiplina bo'ladi bular orasida. Endi biz shu zanjirni uzib olsak, shu zich yo'lda tortishib turgan nukleonlar xohlagan tomonga o'tishi mumkin. Orqaga ham shuni oldiga. Endi nega orqaga tekshiradi? Chunki oldiga urib olib chiqasiz mumkin. Orqaga urib chiqaramaysiz. Maksimum haligi elastik bo'lsa 90 gradusga chiqadi. Shu orqadagidan tekshir. İlk bor bizgacha haligi uzun yo'l bitta uzaymadagi bitta energiyani tekshirishdi. Endi shu ba'zan aytganki, buni ikkita mexanizm bor. Xalodiy va garyachiy. Xalodiy degani yadro asosiy holatda o'sha zichlikni fluktuatsiya tufayli o'zgarishda pluton hosil bo'lishi. Pluton fluktuatsiya uchun pluton deganda. Ikkinchisi uchib turuvchi zarra o'z kuchi ta'siri ostida nukleonlar bir-biriga yaqinlashtirishi mumkin, shunday hosil bo'ladi deganidir. Endi o'sha kumulyativ nukleonlarni tekshirsa, protonlarni ular mana bu qonuniyatga bo'ysunarkan, mana bu yerda biz to'rtta holatlar uchun kumulyativ protonlar taqsimotini mana bu funksiya bilan aproksimatsiya qilganmiz. Juda yaxshi aproksimatsiya bo'lgan. Mana bu jadvalda biz qaysi hodisalarni ko'rdik? Piyon uglerod 42 proton 4,2, proton 9,9, alfa 4,2 va shunchalarni ko'rdik. Mana bu yerda haligi o'sha qiyalik qiyalik parametrini son qiymat. Xatoliklar chegarasida 8,1 deyish mumkin. Demak, bu yerda nima bo'lyapti? Demak, massa soniga bog'liq, uchuvchi yadroni soniga bog'liq, tiplarga bog'liq, energiyaga bog'liq.
Ana mana bu yerda o'sha kumulyativ hodisalarda hosil bo'lgan kumulyativ protonlarning o'rtacha soni. Bunda qarasangiz mana uglerodda bo'lgan hammasi xatoliklar chegarasida 1.05 deyish. Endi yadroni massasi oshgan sari oshib boradi. Endi mana shu yerdan biz nima xulosa qildik? Agar yadroda protonlar hosil bo'lishi 3-zarracha bilan bog'liq bo'lsa, mana massa soni oshib borgan sari mana pion, proton, alfa, uglerod ko'proq ehtimollik bilan o'sha protonlarni hosil qilish kerak edi. Kumulyativ protonlar soni ko'p bo'lishi. Albatta o'zgarib qoldi. Bu degan so'z demak kumulyativ protonlar hosil bo'lishi yadroning asosiy holatida zishligining fluktuatsiya tufayli yuzaga keluvchi protonlardan iborat. Endi mana bu yerda shu tekshiruv davom ettirishda biz kumulyativ hodisalarni ulushi malakashiga qanday bog'liq. Bu yerdan ko'rsak, qaranglar. Faqat pion bo'lganda 6.6%, keyin hamma uglerod molekulasigacha 1 xil, 10%. Keyin yadro massa oshgan sari yana sekin oshadi. Bu nimani ko'rsatadi? Qaranglar. Demak, bolyasi proton, alfa, ular uchun 1 xil qolyapti, pion uchun kam. Ana endi mana shu ani buni 10 deb 16 deb nisbatini olsangiz, nisbati 2 ga 3 bo'ladi. 2 ga 3 degani bu yoki piondagi valent kvarklar sonini protondagi valent kvarklar soniga teng chiqyapti. Yoki bu shuni ko'rsatadiki, shu kumulyativ protonlar hosil bo'lishi kvarklar darajasida to'plashuvlardan hosil bo'ladi. Endi bu xulosalar. Endi dibaryon tushunchasiga o'tadigan bo'lsak, dibaryon degani qo'shaloq proton degani. Shu qo'shaloq protonlarni tekshirish 80-yillarda boshlandi. Ungacha ikkita ish natijasi literaturada chiqadi. Birinchisi neutron fotorashid liniyasi, o'shanda neutron ko'ndalang kesimini ko'rsangiz reaksiyani. Proton spin povediyansiga qarab katta rezonansga o'xshash strukturani bergan bittasi. Ikkinchisi proton o'zaro ta'sirida elastik sechiliyasini ikkita proton spinlarini o'zaro munosabatga qaraganda u ham shunaqa keng rezonansga o'xshash keyin shundan keyin boshlandi tekshiruv ishlari. Birinchi bo'lib albatta hadron yadro o'zaro ta'sirlarida diprotonlar topildi. Hozirgi paytda 50 dan ortiq diproton topilgan. Keyinchalik proton deb topildi. Boshda ular eng oson yo'lni ko'raman deb fiziklar bilasizki, ko'p ishlamasdan birdan shunday ko'z uchun protonni tezlashtirib, uni energiyasi 2 metrdan oshirib borib, boshqa protonlar to'plashib, differensial cheklanganida energiya boshqa. Agar o'sha hodisa bo'lsa, qaysidir massaga to'g'ri kelib piklar bo'lishi kerak. Hech qanaqa narsa kuzatilmadi. Kuzatilmadi. Bundan bu degan so'z, nega diproton hosil bo'lmaydi degan so'z emas. Birinchidan sechiliyasi kichkina, ikkinchidan bular fermionlar ko'p. Fermionlar bular prinsip qonuni bo'yicha bitta energetik holatda birdan ortiq fermion bo'la olmaydi. Bular bo'lishi uchun ham yo bir uyg'otilgan holatda bo'lishi kerak, yoki bularning spinlari qarama-qarshi o'zgarishi kerak. Shu uchun yana bitta eksperiment qildilar, protonni spin bo'yicha polarizatsiya qildi. Ya'ni spin bir tomonga 40% yo'naltirib, proton bilan to'qnashdi. O'shanda ikkita diproton kuzatildi. O'sha kuzatilgan diprotonni massasi aniq bo'ldi, kengligi haqiqatan 12-13 millimetrda, lekin bularni umumiy momenti 2 ekan. S0 bo'lmagan, hosil bo'lmagan. Xo'sh. Mana bu yerda mana rahmatliga sabitishlar 4 ta diproton topishgan. Bularni haliga pion uglerod, ikkita energiya proton bilan yerda topishgan. Mana bu yerda keyin haliga dublada bir Yuriy Alexandrov degan borki, shu diprotonlar bo'yicha juda qiziqib, umuman eksperimental natijalarni hammasini yig'ib yurardi. U odam 1986 dan 1993-yilgacha bo'lgan hamma eksperiment natijalarini yig'ib, kritik analiz qilish natijasida o'sha 50 dan ortiq ishlar
15 tasini qoldirgan. Mana bu yerda demak, ordinatsiyada o'sha qo'shaloq proton elektron massasi yerda o'zini avzoridagi texnikada berilgan sekiriyoni ishlar, bu yerda metodika kamilni elektronlik vitalizasiyasi tartibi bo'lib. Mana bu ana o'sha to'g'ridagi shular topgan vibratorning massasi. Keyin shularni agar vibraton 2 va undan ko'p ishda topilgan bo'lsa, birlashtirib yaqin bo'lsa, eksperimental qiladi. Mana natijada 15 ta vibraton. Endi bir qiziq masala. O'sha rahmatli o'zbekistonliklar o'sha vibraton tekshirayotganda kelib 3 proton olsa, bormi deb o'ylab 3 protonni effektiv massada o'sha taqsimot qilganda 290 atrofida ko'rsatma olishdi. Chunki buni bor deb aytmas. Chunki bor deb aytish kamida 3 tadan ko'p bo'lishi kerak. Standartni aqlaydi. Bu bir yarim. Ular ko'rsatma bor deyishdi. Ko'rsatma bo'lganda yana shunday 3 ta proton to'g'ri hosil bo'lmaydi. 6 proton hosil bo'ladi. Keyin u qamrab oladi. Endi mana hozir e'tibor bergan bo'lsa, shu paytgacha men hali proton hosil bo'lish mexanizmi to'g'risida hech nima gapirmadim. Chunki o'sha paytda ham gapirilmagan. Umumiy holda agar bir-biriga bir terminal kishi hozir to'g'ri bo'lsa, impulslar kichkina bo'lsa, ular birlashib qolsa, lekin konkret gap yo'q edi. Endi bundan keyin o'tgan videosalni ancha oxirida aytdi, mana laboratoriyada qanaqa materiallar, maktab faloncha materiallar bor, statistik material yetarli. Bo'lmasa hozir bir ish qilaylik. Mana bu 3-protonni o'rniga people's yo people's ko'raylik qani, bu yerda ham bo'ladi. Bunda qaraganda ikkita proton bo'ladigan bo'lsa, ular qo'shaloq albatta bazon bo'lishi kerak. Bazon. Bazon bitta fermiyani olishi mumkin o'ziga endi. Lekin boshqa bazon xohlagancha olishi mumkin. Boshqa Einstein anonsi biladi, ko'p fiziklar biladi-ku. Endi shundan keyin ana bu yerda proton people's ko'rdik, kombinatsiya ko'rdik. Boshda ma'noga pik ko'ra olmadik. Bunga sabab bor. Ko'rmaslikka sabab mana qo'shaloq proton bo'lgani bilan peoplesni birlashtirish uchun bular masalan massasi teng bo'lsa, impuls yaqin bo'lishi kerak. Lekin massa teng bo'lsa, tezligi yaqin bo'lishi kerak. Shuning uchun sekin peoples tezonni impulsni kamaytirib kelib, mana bu chekada keldi, mana pik ko'rdik. Mana bu fon, mana bunday o'tgan mavzu 1-2 demak bu 4,5 sigma. Qarang, ashibga 4,5 sigma ashibga tepada, demak dostoyevskiy juda katta. Shuni jurnalga yuborgandik. Resenziyaga aytdiki, biz bu 8 kvadrat holat. Ikkita proton 3tadan ko'rsa 6, peopleski 8 kvadrat bo'ladi. Balkim bu 6 kvadrat dedi. 6 kvadrat deganda u shuni nazarda tutganki, delta plus izobara balkim boshqa protonni qamrab olib, shunaqa hosil bo'lganini dedi. Biz buni savolga javob berish juda oson edi. Agar uchta darajali massa shu orada tushadigan bo'lsa, biz bu proton bilan peoples kombinatsiya ko'rganimizda o'sha delta izobaraga o'xshash pik chiqishi kerak. Hech qanaqa namlagan bo'ladi, delta izobara biz aytdik. Vaholanki teskarisi bo'ldi. Shu massaga to'g'ri keluvchi ikkita protonni massasini ko'rsak, qo'shaloq proton pik beradi. Biz aytdik, mana qo'shaloq proton hosil bo'ladiki, peoplesni qamrab olib 8 kvadrat zarracha hosil bo'ladiki, keyin publikatsiya qiladi. Endi keyingi ishimiz haligi boshda ko'rsatdim 3 protonli korrelyatsiyada. 3 protonli korrelyatsiyada ularda haligi statistik обеспечение yo'q edi. Mana birdan ko'zni yumib ular nima qilganlar? Hodisalarda 3 ta undan ko'p proton bo'lsa birlashtirib ko'ruvdi. Mana ko'rdim, mana bor. Lekin bu ham statistik obеспечение emas, mana. 3 ham chiqmaydi, akkaladiga. Keyin o'ylay boshladik. Demak, shunaqadir hodisalar bor, bo'lmasa bu hodisalar soni ularga 6,5 barobar katta. Lekin effekt ana statistik obеспечение. Demak, shunaqa hodisalar bo'lishi mumkin, ular kerak fon. Effekt yo'q unda. O'ylay boshladik. 3 talik bo'ladigan bo'lsa, masalan, 3 talik protonni oladigan bo'lsak, bittasi katta ehtimol bilan urib chiqarilgan bo'lishi mumkin-da, haligi qolgan ikkita protonga hech qanaqa ularning aloqasi yo'q. 4 talik bo'lsa, demak bo'lishi mumkin. Deyishadi o'rtada. Keyin bo'ldik. Mana bu yerda qarang.
Mana 3 talik protonda hech qanaqa nima bergan yo'q, hech narsa. Tep tekis turibdi. 4 talikda bor. 4 talikda shu izbitik hammasini ko'rgandagi izbitikcha chiqdi soni. 114 deydi, 115. 5-6larda ham yo'q. Qiziq hodisa. Nega bunaqa? Endi mana shu yerda bu uglerod yadrosi yengil yadrolar dinamik alfa klaster strukturaga ega. Nega dinamik deyapman? Chunki stasionar holatda alfa klaster yo'q. Faqat ozgina o'rgatsangiz, masalan, uglerod yadrosini atigi 7.4 melga o'rgatsangiz, ikkinchi idishlarda bittadan alfa klaster. Endi mana shu alfa klasterni buzib olsak, ikkitasi buzilsa, shu alfa klasterning bittasida qo'shaloq proton qolsa, qolgan proton bilan birlashib, 3 ta proton olsa qilish mumkin. Bo'lmasa mana bu yerda qarang, protonlar soni ko'paygan sari kombinatsiya ko'payib boradi, tug'ilish ehtimolligi oshadi. Vaholanki yo'q. Faqat demak bu ish alfa klasterni buzilishdan boshqa bo'lar ekan. Keyin nazariyotchilar recenziyada aytdi, bu holatni adron molekulyasi deb ataladi. Chunki qoldi, ikkita proton qoldi, protonlar adronlar, shu tarzda ishtirok etuvchi adronlar edi. Shunaqa deb buni demak adron molekulasi to'g'risida tushuncha berdik, undan keyin ushbu borligi to'g'risida tushuncha berdik. Mana o'sha oxirgi narsa. Endi yana bir qiziq hodisa, endi piyonlar to'g'risida keladigan bo'lsak, mana 40 yilda material ko'pida piyon uglerod ta'sirlashadi. P+ yetakchi zarracha, lider bor edi. Jamiyatda ham lider bor edi. Piyon ham yetakchi. Shunaqa yetakchiga uni impulsi. Qarang. Nalaydagi impulsi yarmi undan katta. Qayerdan paydo bo'lishi mumkin? To'g'rimi? Agar nukleon bilan to'qnashsa, proton bilan to'qnashsa, maksimum pinolga aylanishi mumkin, bitta ferzatga bo'lsa. Neutron bilan to'qnashsa, ferzatga borib, P+ qoladi. P+ besiga katta olib bo'ladi. Yadroda bo'lishini ketmagan bo'lsa, lekin kichkina ehtimol bilan qo'shilib 2 marta ferzatga bo'lishi mumkin. Endi buni tekshirish uchun nima qildik? Mana P+ liderda oldingda hodisalarni boshqa P+lar bilan effektiv massa kombinatsiya qildik. O'sha kombinatsiya ko'rganda shunaqa piklar hosil bo'ldiki, qarasak, ronolizol, etnol, masalan, bu yana omeganol kamroq. Bular vektor rezonlar P+ minusga rasmat bo'ladi. Bittasi L1, orbitalning bittasi 2. Massasi bittasi 270, bittasi 1270. Mana bu yerda o'rtacha soni ko'ryapsizlar. Taxminan 87% o'sha tez P+ rezonlar aynan shu vektor rezonlar tug'ilib, o'shani yemirishdan so'ng. Chunki hosil bo'lgandan kelasi yemirlayotganda tasodifan yo bu tezga tushadi, yo bu tezga tushadi. O'shadan hosil bo'ladi. Shuni o'zi aktivitega berish mumkin edi. Lekin tabiiy kerak emas edi. Mana shunday deb qolib ketdi. Bizdan keyin boshqalarni qildi, topdi ular. Lekin birinchi bo'lib biz topganmiz. Mana bu yerda haligi piyonlarni o'rtacha ko'ndalang impulsini tekshirganda nukleonda uglerodda bir xil chiqib qoldi. Mana qarang. Piyon nukleonda, piyon predela qarshi bir xil. Bir qarashda go'yoki yadroda tug'ilgan zarrachalar sochilmaydi deyapti. Agar sochilsa uni burchagi ochib, ko'ndalang impulsi oshishi kerak. Ha? Endi shuni topish uchun nima qildik? Haligi piyon proton to'qnashuv markaziga o'tdikda, shu piyonni har bir o'ylama impuls intervalida uni ko'ndalang impulsini o'rtacha qiymatini tekshirdik. Mana bu yerda. Aynan qarang. Oldiga uchuvchi piyonlarda sistematik ravishda piyon uglerod to'qnashuvida ko'ndalang impuls katta. Orqada nima bor? Endi biz ko'ndalang impuls to'g'risida gapirayotganda biz uni butun fazoviy hajm bo'ylab o'rtalashtirgan qiymat ko'ramiz. Demak, buni birlashtirsak farq yo kamayib ketadi yoki umuman yo'qolib ketadi. Xuddi shu narsa mana P+solni qildi, P+solni bo'ldi. Endi keyingisi qizil natija bu delta izobarlar keyinchalik boshlandi. Delta izobar asosan yadrolar tug'iladi, nukleonda ham tug'iladi, nukleonda ham bitta bo'lishi mumkin. Yadroda bir qancha bo'lishi mumkin. To'plashuvlar ketma-ket. İlk bor
elementar aykda topganda o'sha delta izobarani hali aytdim-ku, ana ham sizga rejimdan ham aytdi, delta izobaradi. Masalan, delta bu proton deyiladi, yoki delta izobaradi, neutron tikilish, delta nol, proton tikilish, delta minus, neutron tikilish. Mana shu to'rt delta izobarada boshlab o'rganilganda nukleon to'qnashuvida ularning massa kengligi 120 ga chiqadi. Gamma. Nukleonda 120 ga chiqadi. Keyin biza to'g'ridan-to'g'ri uglerod yadro, proton yadroda olsak, bu massa HAD avraydi. 90 ming atrofida. Bo'lmoqda? Tabii. 90 ming atrofida. Qaranglar. Bunda qarasangiz 20 demak massa kengligi toraydi. Bu degani so'z bu delta izobara bundan sizdan ko'proq yashaydi degan so'z. Chunki yashash davri H shortga bo'lingan gamma. Mana bular uchun taxminan 0.545 o'rtasida 7 ga o'tib bo'ladi. Bular uchun to'g'risangiz, endi shuni demak 25 ko'p bo'ladi, 90 ga bo'ladi. Taxminan demak bu 6 yillik bu bir ikki mana bunun ismi 22 bo'ladi. Ay 23 bo'ladi. Qarang, 2,5 marta, 2,4 marta nima bo'ladi? Yashash davri katta bo'ladi. Endi nima u sababdan shunaqa bo'lyapti? Biz faraz qildikki, demak, yadroda hosil bo'lgan delta izobara yashash davri kuchayadi. Uning uchun alohida mana mana bu yerda ya endi oldin bo'lmasdan turib oldik. Umuman intermediation bo'lmadi sohadagida. Keyin bo'ldi. Mana bu demak nishon sohasida oldik. Nishon sohasida olgan natijalarini mana bu yerda ko'rsatilgan. Demak, protonlar, elektronlar massasi xatolar chegarasida bir xil qoldi delta. Lekin kengligi qaranglar. U yerda 120 bo'lsa, bu yerda 50 ming atrofida bo'lsa. Taxminan 2,4 marta kengligi kamayib ketdi. Bu degan so'z yadroda tug'ilgan delta plus izobaralar deltalarda ko'proq yashar ekan. Endi shuni isbotlash uchun biz aytdikki, demak yadroda tug'ilar ekan, u yadroni tark etmaguncha yoki yadroviy potensialni ketmaguncha yemirilishga qo'ymaydi yadro deb qarab turdik. U uchun biz nima qilishimiz kerak? Shu hosil bo'lgan delta izobarani yadrodan o'tish uchun o'rtacha yo'lni topishimiz kerak edi. Keyin delta izobarani o'rtacha tezligini aniqlashimiz kerak edi. O'rtacha o'tgan yo'lni o'rtacha tezlikka bo'lsa, yadrodan chiqib ketguncha sarflagan o'rtacha vaqti bo'ladi. Endi ikkinchisi endi yadrodan chiqqandan keyin erkin yashash davri bo'lib o'tadi. Shuning uchun ikkalasini bo'lib qo'ysak, qip-qizil bir xil aytganda natija. Keyin haligi snaryad sohasida ko'rsak, snaryad sohasida xuddi erkinni qonundagi chizdi, chunki snaryad o'g'onni chiqqandan keyin endi ben kameralarga rahmat teşekkür Rahmat, kimlerdi sağlık marhamat. Yes, bakalım. Proton deganda ismini familiyasini bitmadi. Bu yuqori energiyalik proton, to'g'rimi? Yo'q. Bu yadrodan chiqqan protonlar. Impulsi 100 milldan to 700 demak, atomlar fizikasi nima vodorod protoni bilan qo'rg'oshinni protoni bilan. Ikkalovi massasi har xil, to'g'rimi? Farq qiladi. Yo'q, protonlar massasi bir xil. Vodorod proton degan unda u yadro, elektron bor. Bu yerda protonni o'zi atom.
Bu yerda protonni o'zi. Birorta elementga o'sha yerda bir nima deydi, kesimida yetish mumkinmi yo'qmi? Nimani? Boy protonlar. Bu protonlar yadro uyg'onsa yoki to'qnashganda urib chiqarilgan protonlar yadrolar. Yadroda masalan uglerodda 6 ta proton, 6 ta neutron bor. Kislorodda 8 ta. Neonda 10 ta. To'qnashuvga qarab, to'qnashuv markaziga qarab ko'p chiqishi mumkin, kam chiqishi bitta chiqishi mumkin, chiqmasligi ham mumkin. Shuning uchun taqsimotlar ko'rsatib 0 dan to 8 gacha kelib chiqadi. Bu o'sha yadroda Katta hadron kallaydi, tezlatamiz. Yo'q, bu yerda biz Yo'q, protonni tezligi yorug'lik tezligiga yaqinlashganda massasi 28 ming marta oshadi. u boshqa. To'g'rimi? Ular qanaqa mana shu bilan bog'lash mumkin? Bu hech qanaqa bog'liq yo'q. Chunki bu o'sha yuqori energiya, u o'ta yuqori energiya birinchidan. Ikkinchidan bu yadro sohasida tug'iladigan bularning impulsi geo atrofida bo'ladi. Ayoqda ferro elektron bor. Asosiy natijalar shu bo'ladi. Yana kerak bo'lsa Marhamat, alaykum. Bu yerda hamma jarayonlar eksponensial tezlaradi. Buni yashash vaqtlarini qanday qilasiz eksperimental? yashash vaqti aytganman, haligi taqsimot tuzganda uni shirmasini topamiz. Shirma bilan nazariy jihatdan anaqa o'ra bo'lmaydi formulasi. Shu vaqtlar ichida energiya almashishlari sodir bo'ladi, yetarlimi? Bu vaqtda kichkina bormi? U prinsip analiz borki, dezinga prinsip bor. O'sha kakras bo'ladi. Fluktuatsiyani aytmoqchi. Bu yerda qanday bajariladi deyman, chunki bir qancha jarayon bo'ladi bu yerda. O'sha yashash vaqtlari bilan masalan, protonlar cheksiz yashaydi. Neutronlar yadroda cheksiz yashaydi. Erkin neutron bo'lsa, 8 minut atrofida yashaydi. Dona proton uchun o'rinligimizda uchib kelayotgan zarrani turiga bog'liq deymiz. Ya'ni antiproton uchun ham yoki neytron uchun ham o'rinli yuqoridagi xulosalar. Proton, antiproton bir xil bo'ladi. Pion bo'lsa, proton bo'lsa farq qiladi. Neytron, Neytron, proton ham bir xil chiqadi. Gamma kvantdan o'sha boshqa bo'ladi. Gamma kvantdan tekshirib biz ikki turga ajratsak bo'larkanda siz ko'rdingiz. o'sha valent kvantlar nisbatiga bog'liq bo'lib qoldi. Rahmat.